To'g'rimi? Bir odam aytgan ekanda, qaniydi degan, koshkiydi Alloh aytsaydi, jannat meni vazifam sizlarni jannatga kirgizish, lekin bu dunyodagi rizqni o'zinglar topinglar desaydi. Deganda odamlar nega unaqa deyapsiz deb so'raganda, o'ylab ko'rmaysizlarmi? Bu dunyoda rizqimizni qidirardik. Topsak topardik. Topmasak o'lardik. O'lsak jannatga tushardik. Ichidan orzu qilyapti. Qaniydi shuni, koshkiydi shunaqa bo'lganda edi, lekin unaqa emas. Bu dunyoda biz Alloh azza va jalla aytib, sizlar rizqinglarni o'lib qolmasliginglar meni zimmamda deyapti. Sizlarni men rizqlantiraman. Sizlar hech qachon tugamaydigan dunyoning g'amini qilinglar deyapti. Biz nima qilyapmiz? Tamoman teskarisini qilyapmiz.